Mana bugun navbatdagi xonadonimizga kelganmiz. Bu kotyolimizda bosim tushib ketaverib, tez suv to'ldirishga to'g'ri kelib qolgan. Keyin kotyolimizdan taqir-tuqir ovozlar chiqishni boshlagan. Buni sababchisi mana hozir ko'rsataman. Mana shu rashpakimiz. Mana shu rashpak teshilganligi hisobiga suvlar o'z-o'zidan yo'qolib qolavergan. Hamma suv rashpakni ichiga kirib ketavergan. Hozir bu rashpakimizni alishtiramiz. Birdaniga kotyolda umumiy chizga qilib olyapmiz. Mana turbinalarda ahvoli ham og'ir. Birdaniga tozalab, turbinalarni ham hozir marmenliklarni yechib olganmiz. Kotyolimizni mana ko'rishingiz mumkin, hozir yechib, rashpaklarni, tepmarmenliklarni, tarishkalarni ham hammasini yechib olib, yuvib tozalab joyiga o'rnatamiz. Neo kotyolimiz mana tayyor bo'ldi. Rashpachogini alishtirdik. Bu eski rashpachogi. Bu yoqda mana kotyolni ko'rishingiz mumkin. Neo ishlab turibdi kotyolimiz. Mana ovozi ham eshitilmayapti kotyolimizni. Rashpakni alishtirdik. Bir maromda ishlab turibdi. Mana shunaqangi xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqasizlar.